Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hamqishloqlar. Jahongirov Abulmuzaffar kanalini ashaddiy muxlislari. Men hozir hukmiylarga bir qo'shiqni havola qilmoqchiman. Mana shu qo'shiq orqali demak, o'sha kundagi Abulmuzaffar kanallarida men mana shu qabriston masalalari bo'yicha YouTube'ga chiqarilgan mana shu mavzular bo'yicha gapirganimda asosan Yonariq qishlog'imizni, uni tarixi, uni insonlari, Alloh rahmat qilsin, o'tgan buyuk almashdagi ajdodlarimiz, qishlog'imizni tarovati, saxovati, tabiati, xalqining mehnatkashligi, bir-birlari bilan mehr oqibatliligi haqida bir qancha gaplarni faxr bilan gapirgan edim. Shuni Abulmuzaffar do'stimiz kanallariga qo'yib, o'sha YouTube kanaliga sizlarni hukmiylarga havola qilib yuborgan ekanlar. Mayli, bundan hech ham ranjiganimiz yo'q. Faqatgina o'sha kundagi gaplarimni, faxr tuyg'ularimizni isbot sifatida mana shu YouTube kanalidan kirib, o'sha Yonariqning shamoli qo'shig'ini topib hukmiylarga havola qilyapman. Bu qo'shiqni ta'rifini mana shu qo'shiq ijro etilayotganda berib o'tganman. O'zingizlar eshitasizlar, e'tiboringlar uchun rahmat. Yana Abulmuzaffar bir kichkinagina e'lon, Abulmuzaffar do'stimiz bilan birga ularning kanallarida agar ijodiy hamkorlik qilib mana shu Yonariq qishlog'imizni tarixi, o'tmishi, buyuk insonlari, turli davrlarda, turli vaqtlarda qishlog'imizda demak bo'lib o'tgan turli voqealar, qishlog'imizni obod qilishida, farovon bo'lishida, yuksalishida rol o'ynagan, hissasini qo'shgan ajdodlarimiz, hamqishloqlarimiz haqida men tarixiy bir faktlarga asoslangan qishloqni tarixi to'g'risida hikoya berib bormoqchiman. Jahongirov Abulmuzaffar do'stimiz bilan shuni ustida hozir biza ishlayapmiz. Sizlarga qiziq bo'lsa, marhamat, Jahongirov Abulmuzaffar